Kesinlikle qo'lamiz. Bu kondisionerimiz hamma bilgan avvalo qishki rejimga qo'ygandan keyin 15 minutdan keyin issiq havo keyin chiqishni boshlaydi. Rayon 410 rayonda Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun Avalon kondisionerini isitish rejimida qanday ishlashini sinovdan o'tkazamiz. Havo chiqarish graduslarini tekshirib, uning samaradorligini aniqlaymiz. Tashqi haroratimiz 18 ko'rsatyapti. Kondisionerga qo'yamiz. İşləşdi başladı. Qishki rejimga qo'ygandan keyin 15 minutdan keyin issiq havo keyin chiqishni boshlaydi. Hozircha havo chiqqani yo'q. Trubkamiz siyapti. Bu kondisionerimiz hamma bilgan avvalo yigirma 8 kilogrammi 12 talik 13 minutu rayon 410 rayonda 0.95 1 kiloga yaqin rayon bor ekan. Hozircha hali tenini qo'shib yoqqanimiz yo'q. Ana sekin issiq chiqarishni boshladi. Ventilyator tezligi aqtoda turibdi. Issiq chiqarishni boshladi. 25 gradusdan boshladi. Ko'chamiz harorati 17.5. Yarim soatcha 15 minutdan tutamiz. Mana do'stlar, kondisionerdan chiqib turgan harorati, kondisionerda havo olib turgan ko'chada turibdi tashqarida. Tashqarni gradusga yetkazib bera olmaydi kondisioner. 12 gradusdan 40 gradusga aylantirib beryapti. Mana chiqib turgan issiqligi 40 gradus. Faqat bu freon orqali isitib beryapti. Endi qo'shimcha tentini yoqib sizlar bilan tekshiramiz. Hop, qo'shimcha tentini yoqishni bilmaganlar uchun Avalon pultida bu yerda ochilgan joy bor. Ochiladi, qattiqroq bo'ladi. Ochganingizda eng tagida eli hash degan knopka bor. Mana shu knopkani kondisionerga yoqamiz. Va avtomatik qishda sovuq kunlarda ham ishlaydi. Uni o'zi bu narsa siz qo'lda yoqsiz ham bo'ladi. Yoqsiz ekranda ham o'zi paydo bo'ldi. Endi kutib turamiz 15 daqiqa. Mana do'stlar, kondisioner teni yonib turibdi. Mana gradus qaranglar. Bu 54 kondisioner ichidan chiqib turgan havo issiqligi. Bu 11 ga 12 gradus. Yerdan olib turgan havoni gradusi. Bu juda ham yaxshi ko'rsatkich, chunki 12 gradusda olib turib, kondisioner qo'shimcha teni bilan 55 gradus qilib beryapti. Bu mana gradus yana oshgan sari 100 ga qo'ysangiz, bu yana ham ko'tarilgan sari, bu issiqlikni chiqarish ham ko'tariladi. 55 gradus. 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 55 gradus.
Agar shu bo'yicha birorta sizda savol bo'lsa, bemalol fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Xudo xolasa javob berib yordam beramiz. Yana qanaqa video olishimizni xohlaysiz, o'sha bo'yicha yozib keting. Shuni eslatib o'tamiz. Qo'shimcha teni ishlaganda konditsioneringiz 2 kilovatga yaqin elektr energiya sarflaydi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar.